Jimlikda, sukunatda, qor parchasining mayin tushishini tomosha qilib o'tirgim keladi. Yolg'iz o'zim nimalarnidir xayol qilgim keladi. Yana o'ylab qolaman, nima sababdan aynan qor parchasining tushayotganini tomosha qilishim kerak? Bu menga nima beradi? Qiziq, balki oppoqligi ko'nglimdagi g'uborlardan tozalar. Balki ilk yog'ayotgan qor parchasi yerga tushib erib ketishi menga umrimiz o'tayotganini bildirar. Shu bilan hayot haqida ketadi. O'tmish eslanadi. O'tmishda yashaganlar u hozirga qadar yetib kela olmaganlar yodga olinadi. Qancha odamlarni yer bag'riga topshirdik. Buni eslagim ham kelmaydi. Eslamay ham bo'lmaydi. Qor parchasi